Hurmatli kuzatuvchilar, Magic City'dan Xazina boksdan olib kelgan 32 tali Royson televizorimiz tayyor holatga keldi. Tayyor. Xo'p, buni mana shu konverteri kuygan. Ko'p yoniq turadi, kamerada turadigan televizor. Xo'p, buni joyiga remont qilib kelsam ham bo'lardi. Faqat muammo bo'lib qoldi o'sha kun. Payanligimni tokka qo'shib yerga qo'yib qo'ygan edim. Mijozlardan biri bosib yubordi, tenini sindirib, portlatib yubordi. Shuni hisobiga iloji yo'q, joyiga qilib bo'lmadi. Shuning uchun ishxonaga olib kelib qoldim. Hozir kecha istoriyaga qo'ygan LG Vibos 4K televizorimizga yangi ekran qo'ydik. Salafallari bilan turibdi. Paketlari bilan turibdi mana. Kimga shunaqa ekran qo'yish xizmatlarimiz kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatingizni imkon qadar chiroyli qilib bitkazib beraveramiz. Mana tayyor.